Qachon bitar ekan bu deb hojaga esirda bo'lsa mana kelishib oho dedi, bu juda katta ekan, juda katta ish bo'lyapti, bu qachon bitadi, qachon final qilasizlar deb hojaga aytib topib yo'qlatamiz-ku. Xudoga shukr. Hammalarni Alloh rozi bo'lsin. Qalbim yumshab ketdi. Uzr sizlardan, obunachilar, birodarlarni kuzatib turganlar. Allohga beadad shukr, Xudodan so'radik. Mana ehson qilyapsizlar. Yana keldi mana Toshkentdan Majan akam, Alloh rozi bo'lsin. Toshkentda to'y soqibdilar. Alloh rozi bo'lsin. Yana hozir kelgan qumimizni hojaga rasina turiga ehson qilib, hatto kim o'zi kimligini aytmayapti. Alloh rozi bo'lsin mana shu bola bilan. İlahim nima deyapti bo'lsa Alloh yerlar yetkazib. Ko'p daramonlar kelib, to'y qilsin, uylar qilsin, boshlar bo'lsin. Hammamiz duodamiz, musofir yurgan hamma birodarlar, jiyanlarimiz, aka-ukalar hammamiz duo qilamiz inshaalloh. Salomat bo'linglar aziz birodarlar. Ko'p ketib qoldi, iltimos sizlardan yordam qilinglar, mana shu yerga kelib xizmatlarni qilib tezda bitirib yetimjon bolalarni o'z egalariga topshirib, yuzlarini yorug' qilib, Parvardigordan so'rab, sizlardan ham iltimos qilamiz aziz birodarlar. Sog' omon bo'linglar. Uzr, men qalbim nima bo'lib ketdi, to'lqinlanib ketdi, juda o'sha uchun quvonch ko'z yoshlar bo'lib ketdi. Azizlar, bugun juma ekan, juma oqshomida yaxshi duolar bo'ldi. Xayr ihson qildilar, bir qator duolar bo'lishdi. Mana shu yerda qalbimizdan yig'lab, ichimizdan sig'masdan mana shu yerga keldik. Yanqo'rg'onlik onaxonimiz 80 dan o'tgan, unga nima? O'sha onaxonimiz derazani buloq qo'yibdi. Pensiyani beradi o'sha onaxonimiz. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin onaxon. Alloh rozi bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin yanada onaxon. Pensiyalarni bizga berib jo'natadilar. Alloh rozi bo'lsin. Bundan yana yonida turgan hoji onalarimiz bor, hoji opalarimiz bor, hoji singillarimiz, Alloh rozi bo'lsin. Hammalaridan ming rahmat. Sanalarimiz biz duodamiz inshaalloh. Kecha kunduz duodamiz. Biz charchamaymiz, biz haqimizda duo qilamiz. Mana Qosimjon hoji akam yoshlar ulug', men ham 70 ga boryapman. Hoji akam ham Toshkent qilganmiz, Toshkentda xizmat qilyapmiz. Xizmatimiz minnat qilamiz yo'q, lekin biz haqiqiy yurakdan chiqib mehnat qilamiz. Birodarlar, sizlar ham kelib bizga qo'shilinglar, mana yosh ulug'lar kelinglar. Joylarimiz bor, mana shu yerda o'tirib duo qilib o'tirsalar, inshaalloh juda bizga katta yutuq bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Hammalarga ming rahmat, juda xursandmiz. Rahmat, chet davlatda yurgan birodarlardan ham juda xursandmiz. Turgan joylaringizda biz haqimizga ham duo qilinglar. Azizlar, biz haqimizga, haqiqamizga. Qolursa mana shu yerda boshqargan insonga, qolursa mana shu yerda yurgan ukalarimizga, boshqalarga ukalarimizga duo qilinglar. Xonadonlarimiz tinch bo'lsin, ilohim. Allohdan kuch-quvvat tilab qolaman masjidlarga xizmat qilib turganlarga, hammaga, el yurtimizga tilab qolaman azizlar.